Qarang, bu bitta chiroqni 3 ta joydan yonadigan qilib montaj qilganmiz. Korobka varianti. E'tibor bering, korobka varianti. Buni qanday qilamiz? Birinchi o'rinda simlarni tashashni nimasini qilamiz? Qarang. Asosiy sim keladi bitta. Birinchi выключатель bilan eng oxirgi выключателingizga 3 ta sim bo'lishi shart. Tashlaysiz 3 ta sim birga, oxirgisiga 3 ta sim tashlaysiz, o'rtasiga 4 ta tolali sim tashlashingiz kerak. Yo, shu 1.5 ga 4, 4 ga 1.5 yoki bo'lmasa 2 ta sim tashlasangiz ham bo'laveradi. Endi qanday montaj qilamiz? Qarang, montaj qilishni ko'rsataman. Faza kelyapti. 0 dan boshlaylik. 0 to'g'ridan to'g'ri lampochka o'tib ketadi. 0 dan esdan chiqaramiz, bo'ldi. 0 dan lavpochka yopildi. Qarang, fazasi keldi. Biz prime выключательda hozir ishlatayotganimiz uchun prime выключательda nimasida ko'rsataman sizga. Qarang. Prime'da L yozilgan joyi bor mana, L. Faza birinchisi L ga kiradi. L1 bilan L2 dan chiqib korobkaga keladi. Perekrosini xolasangiz tepa qismiga o'sha bu tomondan kelgan L1 bilan L2 ni ulang, xolasangiz tepa qismiga ulang, xolasangiz pastki qismiga ulang. Endi bundan yana ikkisidan chiqib oxirgi выключателingizni L1 bilan L2 ga ketgan tomoniga ulaysiz mana. Qarang. Bunga keldi, L1 bilan L2 dan chiqib bunga ulanib, mana qarang. Tepa qismiga ulanyapti, ikkovi yonma-yon ulanyapti. Pastki qismidan chiqib buni oxirgi выключателimizni L1 bilan L2 ga ulanyapti. L dan chiqib mana, L dan chiqib lampochkaga ketyapti. Tushundingiz? Bu korobka varianti. Mana xohlagan joyingizdan o'chirib yoqishingiz mumkin. Bu korobka varianti. Keyingi videomizda xudo xolasa biz korobka variantini tushuntiraman.